Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi tizimidagi oliy ta'lim muassasalariga 2026-2027 o'quv yili uchun o'qishga kirish istagini bildirgan nomzodlarning hujjatlarini rasmiylashtirish tartibi to'g'risida ma'lumot berib o'taman. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Jamoat xavfsizligi universitetiga 2026-2027 o'quv yili uchun bakalavriat ta'lim yo'nalishlari kursantlar safiga o'qishga qabul qilish jarayonlari 1 fevral kunidan boshlandi. Ushbu muassasaga o'qishga qabul qilish davlatimiz rahbarining 2021-yil 15-apreldagi 5077-son qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 6-avgustdagi O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universitetiga nomzodlarni saralab olish va o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qaroriga muvofiq amalga oshiriladi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, nizomga muvofiq qabul komissiyasi 1 fevraldan o'z faoliyatini boshlaydi. Ushbu kundan jamlovchi idoralar tomonidan universitetning kunduzgi bakalavriat yo'nalishiga o'qishga kirish istagini bildirgan nomzodlardan arizalar qabul qilinishi boshlandi va ushbu jarayon joriy yilning 21-mart kuniga qadar davom etadi. Universitetga bakalavriat kunduzgi ta'lim shaklining kursantlar safiga o'qishga kirish istagini bildirgan yoshi 17 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan. Shu jumladan o'qishga qabul qilingan yili 17 yoshga to'ladigan fuqarolar ta'lim yo'nalishlaridan kelib chiqqan holda o'zlarining yashash joylaridagi mudofaa ishlari bo'yicha bo'limlar orqali yoki Ichki ishlar vazirligi hududiy bo'linmalariga ariza bilan murojaat qilishlari mumkin. Shuningdek, 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan, shu jumladan o'qishga qabul qilingan yili 18 yoshga to'ladigan harbiy xizmatchilar esa o'zlari xizmat o'tayotgan harbiy qism komandirlari nomiga bildirgi bilan murojaat qiladilar. Hujjatlarni rasmiylashtirish ta'lim yo'nalishlari bo'yicha quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Hududiy mudofaa ishlari bo'yicha bo'limlarga murojaat qilish orqali o'qishga hujjat topshiriladigan ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'qish muddati 4 yil. Antropometrik talablar bo'yi 175 sm va undan baland, vazni esa 62 kilogramdan kam bo'lmagan nomzodlar dastlabki saralab olish tadbirlarida qatnasha oladi. Birinchi, maxsus vazifalar bajarish qo'shinlarining qo'mondonlik taktik faoliyati menejment kvalifikatsiyasi yo'nalishida test sinovi uchun mutaxassislik fanlari, matematika, chet tili va majburiy fanlar, xavfsizlikni huquqiy ta'minlash yurist kvalifikatsiyasi yo'nalishida test sinovi uchun mutaxassislik fanlari, davlat va huquq asoslari, chet tili va majburiy fanlar, xizmat faoliyatini tarbiyaviy psixologik ta'minlash psixolog kvalifikatsiyasi yo'nalishida test sinovi uchun mutaxassislik fanlari, biologiya, ona tili va adabiyot va majburiy fanlar, aniqlash va qo'riqlash tizimlaridan foydalanish bo'yicha qo'mondonlik muhandislik faoliyati, muhandis kvalifikatsiyasi yo'nalishida test sinovi uchun mutaxassislik fanlari, matematika, fizika va majburiy fanlar, iqtisodiy xavfsizlik, iqtisodchi kvalifikatsiyasi yo'nalishida test sinovi uchun mutaxassislik fanlari, matematika, chet tili va majburiy fanlar, xalqaro harbiy hamkorlikni huquqiy ta'minlash yurist kvalifikatsiyasi yo'nalishida asosiy talablar o'qishga kirishni xohlagan nomzodlar chet tilini bilish darajasi xalqaro tan olingan dasturlar bo'yicha yuqori darajadagi malaka sertifikatiga ega bo'lgan nomzodlar universitetga o'qishga kirish bo'yicha tanlovda ishtirok etadilar. Test sinovi uchun mutaxassislik fanlari, davlat va huquq asoslari, chet tili va majburiy fanlar hisoblanadi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 28-noyabrdagi 360-son qarori bilan tasdiqlangan ichki ishlar organlarining qo'riqlash sohasidagi faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror talablariga muvofiq Milliy gvardiya qo'riqlash bosh boshqarmasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash departamenti etib qayta tashkil etildi. Shu bois 2026-2027 o'quv yilidan boshlab qo'riqlash bo'linmalarining qo'mondonlik taktik faoliyati ta'lim yo'nalishiga hujjatlar Ichki ishlar vazirligi hududiy bo'linmalari orqali rasmiylashtiriladi. Mudofaa ishlari bo'yicha bo'limlar orqali hujjatlar topshiriladigan
ta'lim yo'nalishlari, ya'ni Milliy gvardiya bo'linmalari uchun tayyorlanadigan mutaxassislarga 2026-2027 o'quv yilida qiz bola nomzodlar qabul qilinmaydi. Ichki ishlar vazirligining hududiy boshqarmalariga murojaat qilish orqali o'qishga hujjat topshiriladigan ta'lim yo'nalishlar, o'qish muddati 3 yil va quyidagi barcha yo'nalishlar yurist kvalifikatsiyasiga ega. Birinchi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish faoliyati yo'nalishi. Ikkinchi, jamoat tartibini saqlash faoliyati. Uchinchi, yo'l harakati xavfsizligi faoliyati. To'rtinchi, qo'riqlash bo'linmalarining qo'mondonlik taktik faoliyati yo'nalishlari. Yuqorida sanab o'tilgan 4 ta yo'nalishda ham test sinovi uchun mutaxassislik fanlari, davlat va huquq asoslari, chet tili va majburiy fanlar hisoblanadi. Shuningdek, mazkur yo'nalishlarning barchasiga o'g'il va qiz bolalar qabul qilinadi. Dastlabki saralab olish davomida hujjatlarni to'plash va o'rganish, yakka tartibda suhbatlashish, tibbiy ko'rikdan o'tkazish, individual psixologik o'rganish va umumjismoniy tayyorgarlik darajasini baholash kabi tadbirlar o'tkaziladi. Dastlabki saralab olishdan muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlar O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim va fan innovatsiyalar huzuridagi bilim va malakalarini baholash agentligi tomonidan o'tkaziladigan test sinovlariga qo'yiladilar. Qabul komissiyasi tomonidan test sinovlarida qatnashishga ruxsat etilgan nomzodlar haqidagi ma'lumotlar har yili oliy ta'lim muassasalari bakalavriatiga hujjatlar qabuli boshlangunga qadar O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi bilim va malakalarini baholash agentligiga taqdim etiladi. Nomzodlarni universitetga o'qishga qabul qilish bilim va malakalarini baholash agentligi tomonidan taqdim etilgan test sinovlari natijalari asosida amalga oshiriladi. Tanlovdan tashqari va test sinovlarisiz o'qishga kirish huquqiga ega nomzodlar esa bundan mustasno. Qabul bo'yicha va ta'lim shakllari bo'yicha batafsil ma'lumotlarni Milliy gvardiyaning rasmiy saytlari hamda Jamoat xavfsizligi universitetining 71 230 32 80, 71 230 32 71 va 99 728 35 26 raqamlari orqali olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.